Maldini ham eslashga majburda odam. Chunki Maldini 5 karra chempiondi. Real hamma borasi ham 5 karra chempion. Hammasi. Lekin bu 20 yildami? 20-dir yilda 5 karra bor. Katta epoxada bo'lgandi. Har xil davr degani, har xil himoyachilar degani va bu har xil murabbiy va oxirida aynan Nestani kelishi bilan ideal. Bu aql va bu yosh bo'lib kelgan. O'zi Maldini Barezi bilan o'ynagan juftlikda. Barezi ham aka. Oldingilar bilan ham o'ynagan. Yo'q, lekin mana bularni balkim o'ynay jahonda ko'p ko'rganligimiz uchun. Yo'q, Nesta Maldini mukammal juftlik. Yo'q, dema. Hozir masalan Iniesta bilan Xavi majbur ikkalasini aytaveramiz. Modric bilan Kroos ham shunaqa bo'lsa kerak kelajakda. Gerrard bilan Lampard ham ikkalasi xayolga kelaveradi. O'zi bir bitta komandada o'ynamagan, terma jamoada rasvo qilgan. Ikkalasi bir xalaqit bergan, lekin ko'zingizda bular ham juftlikda Ramziy terma jamoa tutsa, Ramos qo'yaman desangiz, Ramos katta futbolchida. Ramosni qo'yaman desangiz, bu yoqqa kimni qo'yaman, Maldini qo'ymasangiz, mukammal bo'lmagandek tuyuladi, chunki oldida Nesta bo'lish kerak edi.